Jigar, mashinani yomoni keldi. Jigar, pullas polni tarinobga oldi. Hamilyon tarinobga akalar umuman quyosh nurini o'tkazmaydi. Diskalari ledi. Jigar! Mashinani ichki saloniga keladigan bo'lsak, jigar, nafaqat sigaret yoki nos, hattoki o'sirilmagan jigar, salonlari polni kojinli, bu yoqdagi daraxtlarni ko'rsatib qo'ying, qora talag'im, bu baobab daraxtidan qilingan ko'rikaylarim. Demak, panoramalari ham bor. Katta bolalarga o'xshab lyukilar chiqarib o'xshatib yursanglar bo'laveradi. Birovlarga yo'l bermasanglar ham, qissanglar ham sizlarga yarashaveradi. Jigar! Jigar! Mashinani markasi Mercedes-Benz GLE 350 Formatic 4 ballon tortadi. Mashinani holati umuman yemagan meni krossovkami birikasida yangi holatda. Jigar! 2016-yil egasi 13.000 AQSh dollarga berib yuboraman deyapti. Jigar! Jigar, ikkinchi mashinamiz Hyundai Elantra 100% tarinobga jigar. Qush chiqib ketgan, albatta qush bu baxt va pul olib keladi deyshadi. Ya'ni jigar, dastavka hamda taksiga juda ham zo'r maoshin. Jigar! 2018-yil egasi 6.000 AQSh dollarga berib yuboraman deyapti. Jigar! Yo'g'on ichaklarim, ichlari shunaqa komfortni qilingan zo'r nakidkalar qo'yilgan, hattoki uylar bo'lmasa ham sizniyani shunday tushirib, tuninglarda o'tkazsanglar bo'ladi. Jigar! Ertasi kuni tashqariga chiqib, o'zingizlarda ishinglarni qilsanglar bo'ladi. Kim mashinalarga qiziqqan bo'lsa, quyidagi nomerga telefon qilinglar. Quvuq! Hech kimni chustasini zadet qilib o'xshamasman, shunchaki hazil tariqasida qo'yilgan video. Reklama.